Biz Iso Masih guvohlari. Iso Masih birinchi va eng muhim guvohdir. U Xudo borligi haqida guvohlik berdi. Barcha odamlar, payg'ambarlar, dinlar o'z tushunchalarini aytadilar, ammo ular Xudoni ko'rmagan. Shuning uchun ular Xudoning guvohi bo'la olmagan. Ammo Iso Masih Otani ko'rgan va uning borligi, qandayligi haqida guvohlik berdi. Yuhanna 1:18 Hech kim Xudoni ko'rmagan, Otaning ichida bo'lgan yagona o'g'il u ochiq oydin ko'rsatdi. Iso Masih bo'lmaganida qiyomat kungacha biz bilmasdik. Xudo haqiqatan mavjudmi? U qanday va do'zaxdan qutulish uchun nimani talab qiladi? Iso Masihga sharaf. U keldi va Xudoni ochib berdi. Diqqat qiling. Birinchidan, Iso Masih uy qurmagan va yerda shaxsiy hayotini qurmagan. U o'z izdoshlari bo'lishni istaganlarga shunday dedi. Luqo 9:58 Tulkilarning uyalari bor, lekin inson o'g'lining bosh qo'yadigan joyi yo'q. Ikkinchidan, u yer yuzida hokimiyatni istamadi. Uni podshoh qilmoqchi bo'lganlarida u ulardan uzoqlashdi. Yuhanna 6:15 Uchinchidan, u faqat bir joyda xizmat qilmadi. Mo'jizalar va shifolar bo'layotgan bir paytda u yaqin atrofdagi qishloq va shaharlarga boraylik. Men u yerlarda ham voizlik qilayin, chunki men ana shu uchun kelganman dedi. Mark 1:38 Keyin u katta ehtiyojni ko'rib dedi. Hosil ko'p, ammo ishchilar kam. Hosilning egasidan ishchilarni yuborishini so'rang. Matto 9:37-38 Shundan so'ng u shogirdlarni o'zi borishni xohlagan joylarga bir juftdan yubordi. Luqo 10:1 Demak, Iso Masih Xudoning guvohi bo'ldi va shogirdlarni o'z ishini davom ettirishga yubordi. Havorilar esa Rabbiy Iso Masihning tirilgani haqida buyuk qudrat bilan guvohlik berar edilar va ularning hammalarining ustida buyuk inoyat bor edi. Havorilar 4:33 So'ngra biz Pavlusning Masihni uchratishdan oldingi uchratgan vaqti va uchratgandan keyingi hayoti guvohligini o'qiymiz. Iymonga kelgunicha u Yahudiy, Xudoga rashkchi, jamoatni quvon qiluvchi edi. Filipliklarga 3:5-6 Iso Masih bilan uchrashishi. Shaul, nega meni quvg'in qilyapsan? Sen kimsan, yo Rabbiy? Men sen quvg'in qilayotgan Isoman. O'rningdan tur, shaharga bor va senga nima qilishing kerakligi aytiladi. Havorilar 9-bob. Shu uchrashuvdan so'ng Pavlus hayotini Iso Masihga bag'ishladi va keyingi guvohligi. Chunki Masih majusiylarni bo'ysundirish uchun men orqali so'zda va ishda qilmagan biror narsa haqida gapirishga jur'at eta olmayman. Rimliklarga 15-18 Men Iso Masihni uchratmasdan oldin tashqi tomondan qaraganda hayotim mukammaldek ko'rinardi. Ota-onam boy, xohlagan narsam bor edi, lekin yuragimning ich-ichida ikki ulkan muammo yashardi. Adolatsizlik oldida kuchsizlik va uning oqibati chuqur tushkunlik. Umidsizlikdan 4 marta o'z jonimga qasd qilishga uringanman. Men yashamas edim, shunchaki kun ko'rar edim. Bir kuni masihiylar bilan tanishdim. Tashqaridan qaraganda ham dindor, ham dunyoviy edim. 4 oy davomida ular menga Iso Masih haqida gapirishdi. Lekin o'z dinim sabab qattiq qarshilik qilardim. Bir kun esa Iso Masih yuragimga ta'sir qildi va hamma narsa bir zumda oydinlashdi. Gunohning jazosi o'lim. Iso Masih mening gunohlarim uchun o'ldi. Faqat muqaddas ruhdan tug'ilganlargina Xudoning shohligiga kiradilar. Men qayta tug'ildim va Xudoning ovozini eshita boshladim. Odamlarni tashqi ko'rinishiga qarab baho bermang, chunki shayton ularning ongini ko'r qilgan. Lekin Xudo yurakka tegsa, inson tubdan o'zgaradi. Yozilganidek, butun mavjudot Xudoning farzandlari oshkor bo'lishni intizorlik bilan kutib ingrayapti. Men Injil o'qiy boshladim. Bir oyat yuragimni larzaga soldi. Xudoning so'zi qoyalarni parchalaydigan bolg'a kabidir. Men bu oyatni hayotimdagi adolatsizlik qoyalari ustidan e'lon qildim va ular birma-bir qulay boshladi. Boshqa bir safar o'qidim. Xudo qayg'u o'rniga quvonch moyini beradi. Men buni e'lon qilib Xudoni ulug'lay boshladim. Tushkunlik meni tark etdi. Yuragimning zamini esa tinchlik va quvonch bilan to'ldi. Endi sizning navbatingiz, sizning hayotingiz Masihdan oldin qanday edi? U bilan qanday uchrashdingiz? Undan so'ng hayotingiz qanday o'zgardi? Yozib qoldiring va boshqalar bilan bo'lishing. Siz guvohligingiz qanday ulkan kuchga ega ekanini hatto tasavvur qila olmaysiz. Iymonlilarning guvohligi mening hayotimni saqlab qoldi va sizniki ham ko'plab insonlarni qutqarishi mumkin. Barcha masihiylar Iso Masih guvohi bo'lishga chorlangan. Havorilar 5:32 Biz va Xudoga itoat qilganlarga berilgan muqaddas ruh unga guvohlik beradi. Biz Iso Masihga qanday guvohlik beramiz? Birinchidan, so'zlarimiz bilan, guvohligimiz orqali. Biz yer tuzimiz va dunyoning nurimiz. Matto 5:13-16 Tuz mazza beradi va buzilishni to'xtatadi. Xuddi shu kabi biz ham hayotga haqiqiy ma'no beramiz. Jamiyatni buzilishdan asraymiz. Nur nima qiladi? Nur qorong'u
qorong'ilikni yoritadi. Agar biz bormasak, Xudoning nuri kimgadir yetmasligi mumkin va u inson qorong'ilikda qolib ketadi. O'zingizni arzimas deb o'ylamang. Ikkinchisi, yaxshi amallar bilan. Matto 5:16 nuringiz odamlar oldida yorishsin. Ular yaxshi ishlaringizni ko'rib, osmondagi otangizni ulug'lasin. Uchinchi, xizmat orqali. 2-Korintiklarga 5:20 biz Masihning elchilarimiz. Xudo biz orqali chorlamoqda. Xulosa, biz Iso Masihga guvoh bo'lishga chaqirilganmiz. Bu dunyoda ekanimizning asosiy sabablaridan biri shudir. Lekin samarali guvoh bo'lish uchun yuragimizning yerini ishlashimiz kerak, toki u yaxshi tuproqqa aylansin. Mark 4:20. Shayton Xudo so'zini o'g'irlashga harakat qiladi. Bandlik orqali, dunyoviy tashvishlar orqali, boylikka bo'lgan havas orqali. Mark 4:19. Dunyoviy hayot kechirish hech narsa bermaydi deya olmaymiz. Biz istagan narsalarni olamiz. Uy, mashina, to'y, qulaylik. Lekin bularning barchasi shu yerda qoladi. Abadiylikda esa hech biri foyda bermaydi. Shuning uchun u yerga bo'sh qo'l bilan bormaslik uchun sizga maslahatim, hozir kamtar bo'ling, dono yashang va Iso Masih guvohi bo'lishga qaror qiling. Shunda siz Xudo xizmatida samarali, bu hayotda esa barakali bo'lasiz. Siz bu xabarni hayotingizda qanday qo'llaysiz? Izohlarda yozib qoldiring, obuna bo'ling, like bosing va ulashing.